Yurak uchun eng zararli mahsulot bu mayonez. Yurak uchun eng foydali mahsulot bu lavlagi. Jigar uchun eng zararli ovqat bu qovurilgan kartoshka. Jigar uchun eng foydali mahsulot bu karamli salat. Agar har kuni qalampir munchoq suvini ichishni boshlasangiz nima bo'ladi? Ta'siri siz o'ylagandan ancha kuchli bo'ladi. Qorin dam bo'lishi ketadi. Qalampir munchoq gaz va shishishga qarshi kurashadi. O'zingizni ishirilgan shar kabi his qilishni to'xtatasiz. Bo'g'imlar va mushaklar. Bu kuchli yallig'lanishga qarshi vosita bo'lib, suyaklaringizni mustahkam qiladi. Agar og'zingizdan yomon hid kelsa, qalampir munchoq bakteriyalarni yo'q qiladi, og'iz bo'shligini tozalaydi va milklarni sog'lom saqlaydi. Antioksidantlar, immunitet uyg'onadi, organizmingiz kuchga to'ladi. Uxlashdan oldin ichsangiz, miyang nihoyat tinchlanadi. Telefon doimiy vibratsiyada yotgandek emas, odamdek uxlay boshlaysiz. Qondagi shakarni nazoratda ushlab turadi, ayniqsa sizni ratsioningiz 90%. Ponchik va stressdan iborat bo'lsa, tanani tozalaydi, toksinlar, parazitlarni chiqaradi va jigar nihoyat azob chekishni to'xtatadi. Burun va ko'krakdagi qafasdagi balg'am. Qalampir munchoq shunday tozalaydiki, xirillamasdan erkin nafas ola boshlaysiz. Kommentariyada plyus qoldiring. Men sizga qalampir munchoq qanday damlash, qanday ichish kerak to'liq ma'lumot yuboraman. Me'yoridan ortiq Coca-Cola ichma. Meni zararlaysan. Men zarar ko'rsam, butun tana a'zolaring ishdan chiqishni boshlaydi. Ko'p kartoshka fri yemagin. Kartoshka frida ortiqcha tuz bo'ladi. Ortiqcha tuz esa menda tosh paydo qiladi. Ko'p fast food qiyin hazm bo'ladi. Bu esa ortiqcha vaznni keltirib chiqaradi. Bu videoni kimga jo'natishni juda yaxshi bilasiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.